Assalomu alaykum, hurmatli qondoshlar, yaxshimisizlar? Andijon Izboskan tumaniga xudo xolasa 20 kilovatlik avtomat yo'l bergan edik. Mana xudo xolasa chiroyli qilib ustakalarimiz montaj qilgan. Bu obyektni ham video qilganmiz. Hozir yo'limiz tushib bir kirdik hojatamiz oldiga. Yonishlari deb ko'raylik desak, dam olib yotib ketgan. Endi bu yerdan so'raymiz, xudo xolasa juda ham chiroyli ishlayapti ekan. Ko'mir rasxodlarini so'rab o'tamiz. Mana ko'mirni to'ldirib qo'yibdi. Biz aytgan joydan kelib mana tashlab ketibdi ko'mirni. Opada bir sutkasiga qancha yeyapti dedingiz? Hozir 40 kiloga 30 kilo atrofida. 30 kilo atrofida bir sutkasiga? Ha, bir sutkasiga. Zo'r. Yaxshimi? Haligi minnatdormisiz? Rasxodlari boshqasiga? Xursandmiz. Xudo xolasa mana salkam 100 kvadrat joyi, 100 kvadrat bormi mana shu? Bor? 95 100 kvadrat bor ekan. Mana fashkat yo'limiz xudo xolasa sutkasiga 30 kilo ko'mir rasxod qilib ishlayapti ekan. Graduslar 50. Bu yerda mana 50 ga qo'yilgan. O'chib yonib ishlayapti ekan. Shu endi qachon gradus tushganda avtomatik yana yonadi. Hozirdan ma'lum emas ekan. Shunaqa joyga kelib qolibmiz biz ham. Sizlar yaxshi shunaqa katta joyga kelsa, aniq chiqarasizlar. Xo'p, yana bitta obyektimiz shu Andijon Izboskan'da. Gulzor ko'chasi, xudo xolasa mana shu 35 kilovatlik avtomatimizni berganmiz. Juda ham zo'r uylarni islayapti ekan. Maydoni ham где-то 350 kvadrat. Mana yonishlari. Ko'mirni ham to'ldirib zapravka qilib qo'yishibdi. Ko'mir rasxodi necha kilo deding Imronbek? 65-70 ko'mir rasxodda ishlayapti ekan. Sistemani ham juda ham zo'r ter bergan. 350 kvadrat berganmiz. Necha kvadrat deyapsiz? 350 kvadrat. Ha, 35 kilovatlik katyor berganmiz. Maydonni o'zi 350 kvadratda ishlatyapti deding? Maydonni o'zi xudo xolasa 350 kvadrat. Xo'p, tashqaridan ham ko'ramiz xudo xolasa. Zo'rmi xudo xolasa? Pol toplipol radiator sistema qilingan. Xo'p, bu yerda mana kirxadovoy bilan ishlagan. Ikkita konturi toplipol sistema. Qolgan ikkita konturi radiator, 3-konturi ham bor ekan o tepada. Radiator sistema. Gidrokollektor strelkali qilingan. Sistemalari va shu zo'rlar. Hammasi 40 gradusda. Gidrokollektor padachani chekaloqqa joylashgan ekan 50 gradusda. Bu ham 50 ga qo'ygan, 50 ga chiqib yonib, o'chib yonib ishlayapti. Xo'p, tashqaridan ozgina qorong'ilik qilyapti. Mana sizdan ham shaydan tugagan. Mana shunday xamer xudo xolasa radiator sheygacha, ham radiator ham to'plipol. Bu tarafi shu darvozaxonagacha. Radiator sistema ekan bu yoq. Xamer hozir ishlayapti. Shu xamer ishlayotgan holatida 65-70 kilo ko'mir rasxod qilyapti. Uyda izolyatsiyasi qancha yaxshi bo'lsa, shuncha o'zida qoladi issiqlik. Buni eshik derazalar ham plastmassadan qilingan ekan. Bu yog'i patologlarim bo'lgan-yu, qor aka. Patolog hali chalading, shu holatda shuncha. Loy bosib qo'yilgan, patolog qilinmagan ekan. Shu holatda hozir shunchalik rasxod ishlayapti. Zo'r. Aka, mayli, buyurtmasi qilsa maza qilib ishlatinglar. O'zingizam sho'rma ichib keting yarim kasa aka. Xo'p, o'zingizam sog' salomat yetib kelvoy. Kelganda ko'rishamiz. Xo'p. Xo'p. Sizlar shunaqa gaplar. Qaydadir ko'proq rasxod qilib ishlayapti, qaydadir zo'r rasxod qilib ishlayapti. U ham uyda tepla izolyatsiyasiga bog'liq. Mayli, omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.